Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Pixlink VR09 repeaterini nastroyka qilishni sizlarga biz ko'rsatib beramiz. Ha, yozildi. Xo'p. Buni oldin video chiqargandik biz. U videoda Pixlink menyusi boshqacha edi. Bunda uje menyusi, ya'ni nastroyka qo'ygan menyu o'zgarganligi uchun yana boshdan qolamiz nastroykasini. Xo'p, bu IP adresini mana ko'rishingiz mumkin 7.1 oxiri va pasport admin kodi bilan kiriladi. Ichidan LAN kabel va pasport chiqadi. Ko'p-ko'pdan tagida turibdi. Xo'p. Mana buni birinchi tokka tiqib olamiz. Tokka tiqqanimizdan keyin mana shu ikkita svet yonadi. Va nastroykaga kiramiz. Nastroykadan Pixlink key to'rt chiqishi kerak, mana chiqdi uje. Bez parol bo'ladi ulanish uchun. Kodsiz ulab olasiz. Ulaganimizdan keyin Chrome'ga kirishimiz kerak. Hop, Chrome kirdik. Yangi yuklashni o'ramiz. IP adresini kiritamiz. 192 168 to'g'ri o'qitish kerak va 7.1. Mana, repeater ochmasangiz. Xo'p, keyin bizda mana shunaqa menyu chiqib keladi. Bu yerdan til tanlashimiz kerak. Biz rus tilini tanlaymiz va pulsatsiyaga kiramiz. Bosamiz yana. Endi bu yerda ikkinchi переключение rejimiga o'tamiz. Bu yerda repeater mode. Ikkinchisi mana mashina kiramiz. Bosamiz yana. Keyin следующий bossak, bu yerda yon atrofdagi Wi-Fi'larni qidiradi bu. Topdi. Mana pastdagi hammasi shu atrofdagi Wi-Fi'lar. Bizlarniki R64 tanladik. Ana endi tepada mana ko'rgan bo'lsangiz bu yerga bu repeaterimizning nomini qo'yamiz bu yerdan. Bu R64 XC turadi. Biz bu yerga R64 AC deb qo'yamiz. Masalan endi pastiga bu yerga Wi-Fi parol yozish kerak. Mana tepadagi R64 turibdi. Uyingizga Wi-Fi bosganingizdan keyin o'sha uyingizga Wi-Fi parolni terasiz, biz do'konga teramiz. Hopga приложение ochamiz. Mana bo'ldi 100% ham bo'ldi. Ana endi bu yerga R64 asl Wi-Fi nomi, parol esa har doimgidek 84 bo'lib qoldi. Ya'ni o'zimizning Wi-Fi paroli. Endi nastroykaga kiramiz. R64 asl topishimiz kerak. Hop. Mana R64 asl ikkinchi chiqib ketdi. Bosamiz va Wi-Fi'imizni parolni teramiz. Bu repeater signali. Ulandi mana. Ulandi. Endi bu Telegramda yozuv qilsangiz ishlaydi. Hop. Wi-Fi demak, to'g'ri nastroyka qildik, ishlayapti. Mana bu yerdan ham ko'rishingiz mumkin. Mana Wi-Fi sveti yonib o'chyapti. Bu ishlayapti ya'ni. Sizlarga yana boshqa repeaterlarni, nastroykasi yoki Wi-Fi'larni nastroykasi kerak bo'lsa, kommentariyga yozinglar. R64 asl do'konidan, ya'ni arzon sifatli tovarlardan xarid qilinglar.